Tarvuzdan zaharlanmaslik uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. May hamda iyun oyida ko'plab hamyurtlarimiz tarvuzdan zaharlanib shifokorlarga murojaat etishyapti va ularning asosiy shikoyatlari bu bosh og'rig'i, umumiy quvvatsizlik, ko'ngil aynishi hamda ich ketishidir. Xalqimiz tilida dorida o'stirilgan, kimyo qo'shilgan yoki ko'plab selitra qo'shilgan tarvuzlar deb nomlangan tarvuzlarga aslida nitratlar qo'shiladi va bu nitratlar jigar hamda hazm qilish tizimi uchun juda ham zararli hisoblanadi. Bugun men sizlarga uy sharoitida qanday qilib tarvuz tarkibida nitratlar ko'pmi yoki ozmi aniqlashni o'rgataman. Demak, uy sharoitida tarvuz tarkibida nitratlar ko'pmi yoki ozmi bilish uchun juda ham oddiy bitta usuldan foydalanamiz. Buning uchun 1 stakan toza suv kerak bo'ladi va tarvuzni bir bo'lagini olib, shu stakandagi suvga solib qo'yamiz 15-20 daqiqaga. Agar 20-25 daqiqadan so'ng tarvuzdagi suv rangi xuddi shunday o'zgaradigan bo'lsa, bilingki, bu tarvuz tarkibida ko'proq miqdorda nitratlar bor va bular siz uchun ozuqa emas, zahar bo'lib qoladi. Bu tarvuzlar sizning oshqozoningiz uchun mo'ljallanmagan, chunki bunda ko'plab miqdorda nitratlar bor, ya'ni selitra. Bu tarvuzlar axlatxona uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Shu kabi foydali ma'lumotlar o'tkazib bormaslik uchun esa profilga obuna bo'ling.